Assalomu alaykum. Fayzem kompaniyasi xodimlari va bellashuv ishtirokchilari. Avvalambor bellashuvda ishtirok etgan barchangizga omad tilab qolaman. Bellashuvdan asosiy maqsadimiz o'zi jamoaviy ruhni yaxshilash hamda Fayzem kompaniyasiga bo'lgan ishonchni yana ham mustahkamlashdir. Xo'p, hozir shartlar hammasi tasdiqlandi. Hozir shuni sizlarga e'lon qilamiz. Barchalarga omad tilab qolaman. Hurmatli Fayzem kompaniyasi xodimlari, avvalo bellashuvda qatnashayotgan har biringizga bellashuvda omad va albatta kuch-quvvat tilaymiz. Bellashuv shartlari haqida tanishtirib o'tsam, har bir jamoa polo, triko hamda futbolka mahsulotlarini tikishi lozim. Eng muhimi, har bitta mahsulotlar uchun 15 daqiqa, umumiy bellashuv uchun esa 45 daqiqa vaqt beriladi. 45 daqiqa vaqtdan o'tib ketsa agar, vaqt tugagandan keyin dal shu tikib ketsanglar jarimasi bor. Yakunda esa umumiy berilgan vaqt ichida eng ko'p tikkaninglarga va sifatga javob beruvchi mahsulot tayyorlangan jamoa g'olib deb topiladi. Eng muhimi sizlarning jamoaviy bo'lib ishlashinglar. Hammanglarga omad tilaymiz. Choose your destiny. Flawless victory. Jamoalarga shartlarni e'lon qildik. Ular o'zi ishga kirishdi. Ko'ramiz kim yutar ekan. Round 1. Fight. Mana pagonni pastiring. Zamok ish bering. Bering. Mana pagon bostirgan. Orqa bostirganingiz bormi? Zakriflar qilyapsan. Mana kelsin. Orqa bostirgan. Ha, yo boring rasmashga bering. Mana orqangga kelyapman. Oldingiz. Bering tezman veloga bervaring, qo'yib olibsizmi ham? Qaranglar, qatnashyapti bular o'zi, lekin qaltirab hayajonlanayotgan men. Aylantiringlar. Keginchi avialog o'tish. Katta cho'ntak aylantirib. Mana katta cho'ntak aylantirsa, bittani shu esan. Mana video chiqib xalaq berarkan. Ha, yomon ekanda, ashusini o'tirmadi. O'g'il opa, jarayon qalay ketyapti? Siz o'ylaganingizda ketyaptimi? Bo'lyapti. Tikilyaptimi? Hayajon bormi? Bo'lyapti hayajon. Zarifa. Qalay bo'lyapti? Siz o'ylagandek ketyapti? Zo'r, zavqli bo'lyapti. Bormi? Xatolar bo'lmayapti? Yo'q. Bu yerdan ona. Opa, nima bo'lyapti? Nima momo bo'lyapti? Momo yo'q. Yaxshimi? Hayajon yo'qmi? Ichingizdan nima o'tyapti? Yutamiz deyapsiz. Hozir sizni uzoqdan ko'rib kelyapman, spokойно o'tirib tikyapsiz. Qalay bo'lyapti bellashuv? Yaxshi. O'ylaganingizda bo'lyaptimi? Ha. Qaysi komanda yutadi bo'laysiz? Albatta biz yutamiz. Iloyim yutinglar. Вообще spokойно o'tiribdi-da, xola. Suv kabi bo'lingda. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Konkurs haqida fikringiz qalay ketyapti? Güzel, kızlardan memnunuz şu anda. İnşallah hepsi başarılı olurlar. Qaysi komandaga balishchilik qilyapsiz? Doğrusu ikisi de zor. İki tarafta zor. No, qaysi biridir yutish kerak-ku, bittasi yutadi baribir. Bittesi yutadı fakat iki adamlar da ben kendim öğrettiğim için ikilesine de işanamayın doğrusu. Hakamsiz siz? Evet, hakem benim. Yaxshi hakam bo'lasiz. Tabii ki. İki tarafı ayırmadan dürüstçe, hakkani hal qilamiz. Rahmat. Birinchi bosqichga 5 daqiqa vaqtinglar qoldi. 11 minut o'tdi, yana 4 daqiqa vaqtinglar bor. Hech kim meni eshitmayapti. Shoshilma uka, shoshilma, sekin. Tezlik bu yerda kerak emas, bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. Beri pastga. Mana go'ngi. Kirgizvoring. Yana kirgizing, vaqtimiz bor. Etek qilsa, Vodot kelmam, mana oldim. Tık şabanman. Baydım kızın alamam. Zakrifkan ikiga buyuradi. 1 minut qoldi. Zakrifka, unda qilamaysan. Mana qaranglar, video qarang. Ha, gap o'qiganimiz. 2, 1, tugadi. To'xtatinglar.
Opa nima gap? Nima bo'ldi? Nechta tikdinglar? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Молодец, 18 ta tikishibdi уже. Ikkinchi bo'lib nimani tikasizlar endi? Ikkinchi bo'lib hozir poloyimizni tikamiz. Oxiriga Boshlaymiz xohlasa. qoldiribsizlar. Oxiriga tirkovni qoldirdik. Omad unda sizlarga. Naryodagilardan gaplashamiz endi. Nima gapligini bilib kelamiz. Ketdik. Biz gapingizni olamiz. Gapiravering. Birinchi bosqich qanaqa bo'ldi? Mashinalarimiz buzilib qoldi. Voy, qaysi Erro mashina? bo'lib qoldi. Yetkazishimiz qiyin bo'ldi. 22 ham bu tomonga olib kelgan mashinalar. Bo'pti, duxni tushirmaymiz. Oldinda Olyapmiz. yana ikkita bosqich bor. Xudo Futbolka xohlasa. bilan polo tikishinglar kerak. Xudo xohlasa, uni zo'r tiksanglar, yaxshi bo'ladi hammasi. Nechta tikdinglar? Bitta tikdik. Bo'ldimi? Tayyara, o'g'il opa, moshada ayb yo'q-a? 1 2 ketdi. Round 2. Fight. Menga Surayyo tashing. Yelka bostir uming. Bo'lgani bormi? Yana bitta odam yoqingling, o'tiring, yoqani. Men ilib turavering men. Men nator ulab qo'yibsizlar u. Gulola xola men yoqingling. Men yoqingling, opa. Men endi qo'yapman. Men orqa bostiruv boshlang. Mana qiz. Orqa bormi? Majetlar qoldi. Men ishlamayapti. Bostirsang, bostiraver. Nima qilma, shoshilmasdan bostiraver. Rivani nechta? Bu keyingini yengi. Bo'laqa tezroq yengi qo'shiladi. Yengni o'ntasiga qaragin Zarifa. Bo'ling, mana bunaqa qo'ydim, bo'ling. Yo'qmi? Yana bitta riba. Bo'ladi, o'zi ko'p tikilibdi-da. Sen tezroq lekin bostirishing kerak Muhayyo. Shoshilma. Yirtiq bo'lmasin. Balimiz ayrilib ketadi. Muhayyo darrov tikib yubor oldingda rivanidan. Buni yarmiga qo'ymabsan Zarifa. Mana, o'tir. Mana. U yetini o'yib qo'ymagin lekin. Qo'ltig'ini zahotiga qarashgin. Buni yengini ham chiqarib ol. Qo'lda bo'lsa ham tikib olmaysizlarmi shat? Tekshirtirib olish kerak edi. Tugmani olamiz. Mana ochamiz. Tugmani eplagin. Bittasi ham chiqsin, bittasi ham chiqsin ish. Vaqt tugadi. Tugmaga qo'shib bering, yuringlar. Ularda ham buzildi, narigilarda ham. Qancha triko bitta chiqdi, bo'lmasa 4 ta triko turadi. Kamar boshla ishlamay qoldi. Alloh axna holatda. Ashi mashinalar haqiga qo'shib berishimiz kerak. Ishlamadi bizni. Bittaga ulgilardik ekan. Bo'lopa to'yda ashfaq bo'lsa, tuymashga qarab oldik, lekin ishlamay qoldi. Tuyma yonmay qoldik, tuyma qoldi. Bo'ldi, mana olib kelyapman hamma yo'g'ini. Uzma tugmasini tekshirtiringlar-da hozir. Oldinda tekshirishiniz kerakdi. Siz trikoyu tekshirin bütün maşinalarınızı. Şu mu gerek? Nimasi ishlamay qoldi? Tuymasi. Düğmesi işlememiş. Tuyma mashinani apparatda aybida yoqsak yonmay qoldi. Tekshirib olganimizda ishlayotdi. 5 ta qilmagin. 5 tani qila olmaysan. Uzoq. Biz ham ularga o'xshab qolib ketamiz. Mana qarash, mana. Nayman komandasida nimadir bo'ldi, chunki настроениялari tushib ketdi hammasini hozir bilamiz. Sevara opa, ikkinchi bosqichda nima bo'ldi? Xizmat tugmada qolib ketdi ishimiz. Nimaga? Mashinamiz ishlamay qoldi. Umuman to'g'rilashni iloji bo'lmadi. Bo'pti, настроениялni tushirmanglar. Tushirmadi, Yana bitta bosqich yana bor, bitta oldinda. bosqichimiz bor. Hal qiluvchi bosqich. Yetasizlar. Bular buzilib qoldi deyishyapti. Fikrini eshitdik. Aslida ham shunaqami yo'qmi? Hozir Abidan so'raymiz. Abi bular tugma tikadigan mashinka buzilib qoldi dedi. Buzilib qoldimi rostdan? Yo, rostdan bozulmadı. Onlar şaşıldı. Bu maşinede 4 tane düğme vardı. Bunlar ikilesine bassa karşıda tepede bir tane 2 tane yine düğme vardı. Şu düğmeye basmazdan lapkeye bassa maşine işlemedi. Fakat maşine doğru hazırca unladık. Maşinede muamma yok. Hozir bular Ozgina umuman şaşıldı. tugma qo'yishmadi. He, doğru. Hisoblanadimi tikkani? Sıfatı eğer ki 100% zor olsa hesaplanadı. Yani birinci sortuda giderdi. Eğer ki işin başka joylarında birek çıksa o hesaplanmaydı, hesaba alınmaydı. Значит, buzilib qolgan ta'sir qilmaydi. Yok. 1 2 3 ketdi. Round 3. Fight. Kettesi kızlar motivasyonunuzu karayın.
Qani, olib kelinglar, men bosaman. Kim chiqdi mana uni? Kelyaptimi? Olib keling. Akaga. Shoshilmang, Madina. Yug'ur, asini olib, izmaga bor, tezlik bilan. Izmagami? Ishlamayapti, shoshilganda. Yana nima qilishni ishlamay qoldi mana mashina. Shoshilma, qo'yma. Olib keling. Manzur opa yonib bor uni. Men bir taraf Manzur opa. Shoshilmang, chiroyli boshida, shoshilmanglar. Mana. Vaqt tugadi. Bellashuv tugadi. Ichkarida hakamlar ballarni sarhisob qilyapti. Tez orada g'olibni e'lon qilamiz. Bizni kuzatib turinglar. Ichkarida hakamlar hay'ati ballarni sarhisob qilayotgan paytida bu yoqda bellashuv ishtirokchilari o'tirishibdi. O'zlari nimadir absurd qilishyapti. Hozir ularga borib fikrini bilamiz. Nima haqida gaplashyapsizlar? Nimani gaplashyapsizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Kim yutdi? Unda xolasa yutdik. O'zinglar bunday tikdinglar-ku, ko'ngillar to'ldimi? Qanday bo'ldi? Ko'nglimiz to'ldi. Nazarimda endi hamma joyda omad, lekin kuchlilar har doim yutadi. Sizchi? Men nazarimda durang bo'lganga o'xshayapti. Durang bo'lganga o'xshayapti. Yo'q, g'olib bitta bo'ladi durang. Bizda bo'lmasam. Bo'ldi, bularning fikrini oldik. Endi raqib komandadan fikrini so'raymiz. Bu qaysi komanda edi? Asosiy filial jamoasidan hozir fikrini so'raymiz. Nima haqida gaplashyapsizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Ko'ngillar to'ldimi o'zingizlarda tikkan narsalardan? Bitta anaqamizdan ko'nglimiz to'lmadi. Qolganlardan ko'nglimiz to'q. Yutsanglar yutuvdi nima qilasizlar? Manaqa shashli yeb kelamiz. Manaqa shashli yeymiz, qonimiz oshdi hozir. Bo'ldi. Endi hakamlar hal qiladi. Bilamiz kim yutganini. Hakamlar kontrolga kirib ketishdi, уже olib kirib ketishdi mahsulotlarni tekshirishyapti. Hozir kiramiz ichkariga. Bu mahsulot kirib Nima bo'ldi? Tekshiryapsizlar? Endi boshlaymiz. Qalay o'tdi bellashuv? Zo'r. Qiziqarli. Siz gapirib beringchi. Qalay bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Oxirgi bosqichda qiynalib qoldik. Nimaga? Ozgina. Nimasi qiynadi? Qizlar qo'li kelmay qoldi oxirgi bosqichimizda. Eshitdim, qizlar oldin trikot tikmaganmiz deyishdi. Tikmagan. Shuning uchun qiynalishdi shekilli menimcha. Nima deb o'ylaysiz hozir? Qanaqa chiqadi? Bilmadim endi, abi hal qiladi. Master, sen bilan tekshiramiz ha? Yoki o'zim ayblarni aytayım sana. Siz aytasiz. Bo'ldi. Aybi ko'p. Aybi ko'p, o'zim bilyapsiz. Birinchi safarda trikoyu aldık. Patok Master'ı. Ayıplarız birinci görünü yaptı. Kemer bastıroda. Arka pagon bastıroda. İp rengi başka. Aldı bastıroğun zor. Fakat içki çak bastıroğu bolmaydı. Yan bastıroğu ipin başkaca. Yine kemer bastıroda düşüp gitken çakların var. Bundan keyin Resbeş propiska 100%. Propiska. Bunu biz ötküzmeyimiz doğrusu. Nayman'ın trikosu master'ı şu yerde mi? Aldı bastırığın zor. Yan bastırığın zor. Contek iki taman zor. Yaxşı. Zamok koyuşun yaxşı. Pagon bastırığın normal. Arka çak normal. Yan bastırığın cici oynama var fakat düşme yok. Resbeşin yok. Ondan keyin kemer bastırığın dolmagan. Etiketin yok.
Bunu da ötküzmeyimiz. Hazır. Kette sık. Nayman 1'ge 1. Bu dal yo'lda endi. Yaka. Naymandagimi katta? Kette sık. Kattasi. Yaka koyuşun. Yaka bastırı. Yaxshi, zo'r. Planka, izme bo'lmaydi. Bu yok. Dört burçak kımçılıp kalgan. Bu doğrulanmaydı. Bunu söksen deşilip kaladı. Ondan keyin etiketin ne doğru? Bu tamana karayışı gerek. Etiketin ne doğru? Respeşin zor. Atrisin zor. İkilisi de yaxşı. Ondan keyin yen koyuşunda kımçılmalar var. Özün görüyorsun. Kımçılmaları. Ribana marşet koyuşun hazırca yaxşı hemisi. Fakat işin normal sıfatını karasak bunu ötküzmeyimiz. Doğru mu? Okey misin? Master ne razı olsan eğit bana. Etiketin ne doğru? Plankan doğru düşmemiş buraya. Ekstrafor koyuşun. Ekstraforunda muamma yok. Etiketin doğru. Yaka koyuşun doğru. %50. Yende yenin ön taraf doğru. Arkada doğru. Etiketin yine börek. Atris umumen şunu gördün mü? Şu. Yonda. Bu da normal şartları karasak yani yarı yarıya yine %50. Yani bir tane sağışın doğru mu çıkıyaptı hazırca? İlacını kıldınız fakat başında yetiş gerekti. Yen sivere yenlerinizi karayın. Yenin koyuşun ne doğru? Yen. Kesmiş bak içeri doğru gitmiş gördün. Bu yen ne doğru? Düşmemiş. Bir tamanı düşmüş. Bu da nol. Doğru bastırın. Yaka hazır. Doğru. Etiketin bir tane doğru. Bu kimin işi bu? Farkı var mı? Bu adi futbol ki. Bitti cayı var bunun. Yakası yeni. Yenin ensiz. Yenin enli ensiz. Yani anak okey yok. Sivere kare yapsın mı işini? Şu. Ya gel özün kara aldı bastırı olmaydı. Eğer enli ensiz olsa ötküzmeyimiz. Ne işte? Satalmayısınız. Şimdi şu muamma var. Bu Sotadi buni, chunki tizma tuymasi bor. izme düğmesi var. Bor. Tuymasi bo'lmaganda olmaydi. Sıfatı yok. Sifatda Yani satılmaydı. Bu da satılmaydı. Bu da satılmaydı. Şu muamma var. Şimdi ben bunu yarim qildi. şunu satışım mümkün. Pazarda satışım mümkün. Bunu satışım mümkünmez. 4'te 3 yarım. Yarım. Yani doğru iş. Bitti. Yani iki iş bitti bunu yaptı. Menda yamashdan qildi-yu. Yarı. Yani bir tamanı doğru, bir tamanı ne doğru. Şunun için yarım. 4, 3 yarim. Ketdik, showroomga mukofotlarda olib ketyapmiz. Hozir hamma hayajonda, hamma kirib ketyapti. Bilamiz kim yutganini? Men bilaman uni. Kızlar işleriniz hakkaniyetle tekshirildi. Triko ötmedi, polo ötmedi, futbolka öttü. Fakat bunda sanını hazırca etmemiz. Xo'p, ikki jamoa ham juda zo'r qatnashdi. Endi ballarga keladigan bo'lsak, Nayman Fayzi ham 40 ball to'pladi. Xo'p, Xo'jobod Fayzi ham 35 ball to'pladi. G'olib Nayman Fayzi ham bo'ldi. Sebebini de itin, sebebi soruyor. Kızlar işlerin sebebini ben size iteyim. 19 tane iş dikmişsiniz. 19 taneden 3 yarım tanesi öttü. Sebebi 100% yakadan ötmedi. 3 yarım tanesini ben okey verdim, ötküzdüm. Fakat
Sizden keyin hani biz shunaqa hani Nayman katta sirq diye umuman araştırmadık. Nayman'da 18'de içtikti, 4 tanesi 100% doğru çıktı. Kendi master'ınızda şu yerde karadı, hakkaniyetle karadık. Umumen aldaş yok. Şunun için 3 yarıma 4 olarak ötküzdük işleri. Tabriklaymiz. Musobaqamiz tugadi mana. Biz musobaqadan juda xursandmiz. Bundan keyin ham ish jarayonida shunday tezlik bilan ishlashga harakat qilamiz. Maroqli o'tdi musobaqamiz. Pulni hozir qizlarimizga bo'lamiz. Bayram qilib beramiz, xudo xolasa ertaga qizlarimizga, Fayzam tekstiliga. Hammanglar kelinglar bayramimizga. Nayman olg'a. Musobaqamiz ko'rib turganingizdek o'z nihoyasiga yetdi. Nayman Fayzem jamoasi g'olib bo'ldi. Xo'p, qolgan asosiy mustahkam Fayzem jamoasiga ham omad tilab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.